Yamal bu erkin ijodkor, o'ng qanot qiroli, xohlagancha raqsga tushadi va bu 17 yoshda bunaqa pas berishchi odam qanaqa IQga ega bo'lish kerak bilmadim. IQ ham o'zi bir dunyo futbolchilarining hammasidan saralab olgandek-da. Rivaldodan fintni olgandek, Neymardan kirib borishni olgandek va pasni Iniestadan o'rgangandek. Zarbani Messidan olgandek. Ular hammasi bitta ulush tashlagandek bu Yamalinyoda. Va Rafinha yakunlovchi nuqtada monster darajasiga chiqyapti. Rafinha aldamchi 9likdagi hozirda eng zo'r o'yin ko'rsatayotgan futbol qildik. Bu yili boya aytib o'tgandek, uchlik bor. Oltin to'p uchun kurashayotgan Barselonadagi uchlik bor. Bu kim? Pedri, Yamal hamda Rafinha. Gollar borasida, rekordlar borasida braziliyalik futbolchilarning Chempionlar Ligasidagi ham rekordni urib tashladi. Endi Ronaldo, Messining rekordlarini urish qadar ketayotgan Rafinha yakunlovchi nuqtada dahshat. Muhim uchrashuvlarda gol uryapti va uning goli jamoaga g'alabalar keltiryapti. Bunday qaraganimizda gol Lewandowski qilish kerak bo'lgan ishlarni qilib tashlayapti Rafinha. Unga oltin to'p bersa bo'ladi degan fikr jamlanyapti juda ko'p odamlarda. Va Yamalning sehrli o'yini, Yamalning ajoyib harakatlari, raqsi, anu pasi, gol-ku mayli, gol endi bu play-off degan bosqich boshlansa, Yamal qo'rqinchli futbolchiga aylanadi. Guruh bahslarida 0. Yevropa chempionatining guruh bahslarida Yamal unaqa katta futbolchiga aylanmaganda, ya'ni asosiy ishni qilmaganda, boshqalar, Fabian Ruizlar bir narsalar qilib yurgan, Barratalar katta sahnaga chiqib yurgan edi. Birdan muhim uchrashuvlarda hal qilish kerak bo'lgan lahzalarda, play-offga sakraydigan o'yinlarda Yamalning qo'rqinch. Mana La Ligada deyarli gol urmayapti oxirida. Qachon urdi desangiz, El Clasico'da. El Clasico tur o'yini emas Yamal uchun. U uchun butunlay boshqa darajadagi bahsligini biladi. Xuddi play-offga o'xshaydigan o'yin. Shuning uchun gol urgan, o'shandan keyin bo'ldi, ketdi.